Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, obunachilar, hammalaring yaxshimisizlar? Sog'lik, salomatlik yaxshimi? Hojat onajonalar duoni qilib turasizlar. Mana videoda bugungilik kunimizga 12-dekabr juma ayyom hammalaringga muborak bo'lsin. Bugungi videoni boshladik. Like bosib, obuna bo'lmanglar, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursalar, mana kanalimiz rivojlanyapti, xudo xolasa. Yaqinda kanalimizga bonuslarni qo'yamiz. Xudo o'zimizning kanalga o'ta arzon qo'ylardi. Ko'p kommentariya yozganlarga bonuslar qo'yamiz. Hozir kelayotgan partiyamiz bir 400 tadan oshiqroq kelyapti. O'sha partiyada qo'yib boramiz, xudo xolasa. 20 mingga yaqinlashib qoldik, xudo xolasa. Sizlarning paddishkalaring bilan 20 mingdan o'tib ketamiz. Hali 100 ming ham bo'lamiz, xudo xolasa. Bonuslar qo'yamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalar, bizga paddishka bo'ladi. Birinchi partiyamizga soni 10 dona qo'chqor hammasi. Narxlarni o'zgacha qilamiz. Narxlarni arzon qo'yamiz. Sensatsiya narxida. Ha. Juda go'zallar ekan. Sort toza, holati yaxshi. Qoladigan yo'llar chiqsa, ikkita oq bor ekan, qolganlar sariq. Bularda yosh oyligi necha oylik aka? Bularda G'ayratjon yosh oyligi 9 oylik, 8 oylik atrofida. 9-8 oylik. 3 ta oqi bor. 7 tasi Sariq. sariqlardan. Bishkek qo'zlari, sifati chiroyli ekan. Hammasini mana bir-birini ko'rsatyapmiz. narxlari nima deydi? Maribjon arzonida eng arzoni. Doim arzon. Doim arzon. Bo'y basini o'lchab beramiz. Bir 5-6 partiya qo'yamiz-da hozir. O'shancha obunachilar hali ko'p yil bunday qilib kanalga o'tib ketaveryapmiz, ana oshib o'tib video qilyapmiz. Hali narxini aytgan yo'q, narxini aytinglar deyishdi. Mana ukamiz, shogirdimiz G'ayratjonni mana baraka qilib qo'yamiz obunachilar. Hammasini bir joyga olsalaring 10 tasini suyagi bo'y basti 80+, yosh oyligi 8 oydan o'tgan videolarni bir qator tashab beramiz. Vaqt o'tkazmang, narx-navosini bo'ladigan narxi 4 million 300 ming so'mdan mana bor-baraga xayri bor, kami bor. Telefon qilsa ish bitadi. 4,5 46 47 emas. 4 million bir baho berib qo'yiladi. 4 million 300 ming so'mdan dastlabkasicha aka. Dastlabkasi bor. Dastlabkasigacha Samarqandgacha yetkazib beramiz. Samarqandgacha 5 platni. Samarqandgacha 5 platni yetkazib beramiz. Tanlab olishadigan bo'lsa ham telefon qilishingiz ozgina plus minusi bor, ko'p emas. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Telefon 24 soat ishlab turadi aka. 24 soat aloqada aka. Mana G'ayratjonni ham duo qilib qo'yasizlar. Ukam ham yaqinda uylangan. Umri uzoq bo'lsin, yaxshi ketyapti. Mana shu ikkimiz aka-uka bo'lib chiroyli videolarni qilib borsak, ma'nali qisqagina video qilaveramiz. Bo'ldi aka. Keyingi partiyaga navbat, ha. Hurmatli obunachilar, bu ikkinchi partiyamizga aka soni nechta buni? G'ayratjon buni soni 12 dona, hammasi qo'chqor. 13 ta ekan. Ha, 13 ta. Soni 13 ta ekan, 13 ta. Soni 13 ta, hammasi qo'chqor. Sog'lik, salomatliklari joyida. Bular ham Bishkek qo'zlari. Hammasini bir ko'tarib ko'rmoqlar obunachilar. Asosiysi narxida aka. Narxi. Bo'y basti bularning ham 80+-minus. Yosh oyliklari bular ham 8 oylik atrofida. Narx-navosi bunday qilamiz obunachilar. 43 dan qo'ydik birinchi partiyani. Buni 4 million 200 ming so'mdan qo'yamiz. Yana xayri bor. Aytganimiz bo'lgan emas mana. Bor. Bo'lmaydi. Telefon qilishsa o'tib beramiz. O'tib beramiz. Aytganimiz bo'lgan emas, o'tib beramiz. Xotirjam arzon bo'ldi, xudo xolasa ustiga kelib ko'rib olsalaring ham lokatsiyalarni tashlab beramiz. Ustiga kelib ko'rib olaverasizlar. 4 million 200 mingdan realniy arzon. Telefon qilgan odamga yana kami bor. Hop, kommentariyada har xil fikr bo'lyapti ekan. Endi harakat qilyapmiz qo'ldan kelganicha. Biz nima desa bo'ladi? Biz savdogarmiz. Bloger emasmiz. Odamlarni yuragiga tegadigan gaplarni topib gapirishni bilmayapmiz shekilli. To'g'risi. Endi har xil noto'g'ri gapirib, tuzli tuzsiz gapni ham gapirib qo'yamiz. Uzr o'shunaqa gaplar uchun. Ma'nili gapni endi sekin-sekin o'rganamiz. Hayot tarbiyalayapti bizni. Ha? Lekin sotish maqsadida qo'yapmiz qo'ylarni. Sotish maqsadida arzon qo'yapmiz. Bu haligi o'zimizni reklama qilish uchun emas. O'zimizni qo'yimizni sotish uchun obunachilarga ko'rsatib beryapmiz. Ma'qul kelsa telefon qilinglar. Ishni bitiramiz. 42 dan kami bor. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bu ikkinchi partiyamiz. 4 million 200 ming so'mdan kami bor. Telefon qilgan odam bo'lsa ishi bitadi. Soni 13 dona. Obunachilar, bular 3-partiyamiz. Bu 3-partiyamizga juda suyak kattalar ekan aka. Suyak katta. Soni 13 ta. Soni 13 ta hammasi qo'chqor. Suyagi katta haqiqatan, действительно katta suyagi.
Bular ham shu Qirg'izistonda. O'zi oldi tish yorib olgandir ular o'zi. Ha, oldi tish yorishga kelib qoldi. Salomatligi juda joyida. Yeb ichishlarni sinab ko'rdik. Yaxshi. Bir qator videolarni tashlab beraveramiz. Zo'r qo'zlar. Oga odam maza qiladi. Sotib afsus qildik-ku, va shu qo'ydi narxini qo'yamiz. Sotib afsus qilmaymiz lekin, maza qilib sotamiz. Bo'ylari 80 plus, yoshi 9 oylik atrofida bo'ladi. Yemga tayyor varianti, tanlab olishga 100 ming plus bo'ladi. Optimga 4 million 200 ming so'mdan bor-baraga maza qilsin-a. Qani? Mana obunachilar nomidan g'ayrajon baraka qiladi. Obunachilar 4 million 200 ming so'mdan Optimga hammasi tanlab olishga 4 million 300 ming so'mdan soni 13 dona. Bari qo'chqor akalar. Qo'zlar zo'r qo'zi. Suyagi juda buzuq ekan lekin. Bizni tanib bilganlar kelishaveradi. Xudo xolasa kelishyapti, olib ketishyapti, ko'pchilik ishini bitiryapmiz. Lekin hammasi ham arzon, bu qo'y ham arzon. Bu qo'y ham o'ziga yarasha arzon. Qo'chqorda endi lekin oxirigacha ko'ringlar videoda, obunachilar like bosish esdan chiqmasin. Bo'g'oz qo'ylarda arzonlardan ham qo'yib beramiz. Arzoni nechi pul? Arzoni 3,5 milliondan. Bo'g'oz qo'y. Bo'g'oz qo'y 3,5 million. Yoshi ham unaqa katta emas. Videoda varanda ko'rasizlar. Obunachilar yana bir qator azamat hayda. Bir qator bitta ko'rsatib qo'yaylik. 4-partiyaga o'tamiz. Badani ham normalni shulardi. O'rtacha. Yemga tayyorlaridan akalar. 4 million 200 ming so'mdan. Obunachilar mana 4-partiyamizga yana suyagi uzunlaridan, suyagi juda buzuq yemga tayyorlaridan. Soni nechta aka? deyiladi, G'ayratjon. Bo'liminizdan. Bo'ladigan, oyoqlar o'zi illigi baquvvat qo'zlar. Sog'lik, salomatligi joyida. Soni 13 dona, suyagi baquvvat, dalani qo'yi. Yemdirasa ko'taradigan paytga kelgan. Yosh oyligi ham 8 oydan oshgan bular. Hammasi ham. Ikkita sarig'i bor, 11tasi qora, soni 13 ta. Narxi-chi? Navosi yana qo'yimiz ko'pda, qisqa qilamiz. Obunachilarga ham mana qanaqadir takliflaring bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Shu video sizlarga yoqsa, shu taktikada ketaveramiz. Mana shunday qilib. Yo'q, o'zingiz taktikangiz yaxshi edi, bir aylanib, optim narxini aytib qo'ying desalaring, u yo'nalishga ham yuraveramiz. Mo narxini 4 million 100 ming so'mdan xayri bor telefon qilish olsa, mana. Barakasi men. 4 million 100 mingdan arzon. 4 million 100 ming so'mdan. Olgan odam maza qilsin mayli, baraka topsin. Suyagi katta 80 plus hammasi. Dastlabki ham shu Qardozlari bo'lgan, ozgina jun qo'yib olganmiz. Unaqaligi mana, juni bir qaritmas, ozgina. Bo'ldi. Ba'zi kun ham o'zi qorong'i tushaveryapti. Endi 5-partiyamizga navbat beraveramiz akalar. 5-partiyasini bo'g'ozdan chiqarib qo'yamiz. Bo'ldi aka. Bo'g'oz chiqaramiz, G'ayratjon. Obunachilar mana 5-partiyamizga bo'g'ozlaridan. Buni yoshlari qanday aka? Yoshi 2 tish, 4 tish, 6 tish. 8 tish yo'q buni, dokazatilni. U o'zimiz ochib ko'rganmiz. Mana shu qo'y, mana qo'y 2 tish. Mana shular. O'sha azamat ko'rsat. 2 tish. Mana 4 tish qo'y. Ochib ko'rdik-da. Uni haligisi yo'q. 2 tish akalar. 2 tish, 4 tish, 6 tish. Bo'ylari 80 plus minus. Narxi arzon, xudo xolasa. Narxini ayting aka. Narxini arzon qilib beramiz. Narxini qiziqtiring. Narxini qiziqtiramiz. Narxini obunachilarga bir qator yana videosini tashlaymiz. Mana obunachilar hammasini bir joyga olsalaring buni 5 million, 4,5 million yo'q. Ha? 4 million 300 ming so'mdan 10 tasini bir joyga olganga, tanlab olganga kelishamiz, xudo barakasini bersin. Mana bor baraka. Maza qilasizlar. Obunachilar 4 million 300 ming so'mdan Samarqandgacha dastlabki xizmatlarimiz bor. Soni 10 dona. Xudo xolasa narxi juda arzon bo'ldi. Tanlab olishga. Maza qiladi olgan. Yana bundan keyingi partiyaga yana bir partiya arzon bo'g'izlari bor, arzon keyinlari. Bo'ldi. 6-partiyaga unda aka. Obunachilar mana sizlarga shu video boshida aytilgan arzonidan. Arzon keyiflaridan. Arzon keyiflardan 10 dona bo'g'oz a. Bular ham yoshi 2 tish, 4 tish, 6 tish. Xo'p. Narxi o'sha lamz qilingan narx. Narxi 3,5 million so'mdan kami bor, telefon qilishaversin. Kami bor, xotirjamlarga chiqinglar. Kech olib ketyapti, qo'y tarqab ketdinglar. Hayda. Endi bizniki shuni olib 10 dona. Hayda baqa. Obunachilar 10 dona mana.
3 milyon 500 ming so'mdan kami bor. Telefon Buni qilinglar. obunachilar endi bir hali do'sti beg'araz maslahat. Bu yerda endi 6 million, 5,5 millionga ham bo'g'oz qo'yib sotyapmiz, misol uchun. 4,5 million, 5 million qilib ham sotilyapti. Bundan oldingi partiya ham arzon chiqdi, lekin bu qo'y arzon. Buni tug'dirib turib, yemlayverasizlar. Bolasini sotsalaring, arzimagan pulga qoladi-da, onasi. Arzimagan pulga qoladi. Lekin mana 3 million 500 ming so'mdan qo'zi ham sotyapsiz, arzimagan qo'zini, to'g'risi. Barra qo'zi ham sotilyapti-da. 3 million 500 mingdan xayri bor. 10 tasini oladigan aka-ukalar lavaga chiqaverasizlar. Telefon qilib savdo qilsa ish bitadi. Shu bilan xudo xolasa yakunlandi. Aka-ukalar, qo'llaringizda ko'rmasin. Musofirdagi aka-ukalar ham umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ota-onalaringizni bag'riga yaxshi yetib kelinglar. Musofirdagi aka-ukalarga omad tilaymiz. Qo'llab-quvvatlab tursalar, xudo xolasa, biz ham paddishkani qilamiz, xudo xolasa. Keyingi videolarda chiroyli she'rlari bilan bo'ladi, xudo xolasa. 400 talik qo'ydi video qilamiz. Musofirlar haqidagi she'rimiz bor. O'shani ham aytib chiroyli qilib videolarimiz mana endi davom etaveradi, xudo xolasa. Sizlarga qanaqadir fikr bermoqchi bo'lsalaring, xotirjam fikrlaringizni qoldirib qo'yishlaring mumkin. Qanaqadir taklif bilan chiqsalaring ham bo'laveradi. Qo'y boqish sirlarini qo'yamiz deyapmiz, aka-ukalarimiz. Agar qo'ylaring 50 ta, 60 ta, 100 ta qo'ylaring bo'lsa, borib video syomka qilib sotadigan bo'lsalaring ham video syomka qilib beramiz. Obunachilarimiz ichidan bo'lsa, sotishga bo'ladigan bo'lsa video qilib beramiz, xolos. Pul-mul unaqa narsa shart emas. Vodiy bo'ylab bo'lsa, borib o'zimiz chiroyli qilib obzorini qilib berib kelamiz. Mana shu kanalda birga sotamiz aka-ukalar. Sog' bo'lasizlar.